Davlat yo'liga yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Ko'kosh taxallusi bilan Instagram platformasida yurg'izadigan bloger qizimiz o'tkazilgan operatsiyadan keyin noxush holatlarga keldi. U shov-shuvga aylanib ketdi. Ya'ni jarrohlik amaliyotidan keyin bemorning qorin sohasidagi nekroz holatini kuzatilgan. Bu holat nima sabab bo'ldi aynan bunga? Bu daraja nekroz bo'lishiga nima sabab? O'zimi yoki bu o'sha xirurglarning aybimi? İjtimoiy tarmoqlarda men albatta meditsina bloglarini kuzataman, lekin blogerlarni kuzatmas edim. Bu ishlayotgan klinikaga taalluqli bo'lgani uchun men bularni ko'rib chiqdim hammasini. Albatta bu yerda o'sha klinikada rahbari tajribali xirurg, lekin keyingi chiqishlarida aytdiki, bu xirurgik amaliyotga men qatnashmaganman dedi. Bu yerda savol tug'iladi. Men o'shanda e'tibor berdim bu bloger qizimizning o'zining tana tuzilishiga. Birinchidan bu qizimizda bu xirurgik amaliyotni bajarishga ko'rsatma bo'lmagan. Buni o'zini ko'rsatmasi bor. Endi albatta bu yerda yana aytaman, men bu klinikada ishlayotgan barcha shifokor va o'rta tibbiyot xodimlarini barchani hurmat qilaman. Bunaqa asorat hammada kuzatilishi mumkin. Bunaqa yuqori texnologik operatsiya bajarishidan oldin bemor va bemorning barcha yaqin qarindoshlari yig'ilib bafurja suhbat o'tkaziladi. Operatsiyadan oldingi paytda, operatsiyani bajarish paytida va operatsiyadan keyingi holatlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlar va o'lim holatlari bo'lishi mumkinligi batafsil tushuntiriladi. Ular o'shanda rozi bo'lgandan keyin tilxat yozishadi. Bunday asoratlardan hech kim o'zi xolis bo'lgan emas. Bizlarda ham kuzatilgan. Lekin bu qizda kuzatilgan asorat albatta ma'lum bir darajada xirurgik amaliyotning bajarilishiga bog'liq va albatta o'zining yurib ketishiga bog'liq. Operatsiya o'tkazgan paytlari ko'rdim. Operatsion blokka qo'yiladigan talablarda operatsiya blokiga xohlagan odam kirib yurishi mumkin emas. U yerda haligi bloger yigit kirib bu kadrlarga olyapti, boshqalari harakat qilyapti. Operatsiyadan keyin bizlar operatsiya bo'lgan insonni go'dak sifatida avaylaymiz. Bu aseptika, antiseptika qoidalari asosiy xirurgiyaning asosiy qoidalari hisoblanadi. O'shalar buzilgani uchun ham bu qizning o'zimizda ham aybi bor. Lekin bu kuzatilgan asorat uni hayotiga xavf soladigan asorat emas, u yaxshi bo'lib ketadi. Endi qanaqadir ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv ko'tarildi. Men bunga o'zimning shifokor xirurg sifatida fikrimni aytadigan bo'lsam, qizimiz umri yaxshi bo'lib ketadi, bundan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Shuning uchun men yurtdoshlarimizga, ayollarimizga aytaman, agarda siz sog'lom turmush tarzi bilan to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qilsangizlar, bunaqa operatsiyalarga olib borilmaydi hayot. Faqat og'ir holatlardagina va biladigan klinikalarda biladigan mutaxassislarda bu operatsiyalar bajarilishi kerak va o'shanda uning natijalari yaxshi bo'ladi.